Mana bu qishlog'imizning eski qishki klubi. Men sizlarga buni ahvolini tanishtirmoqchiman. Bu yerda bir paytlar juda katta bayramlar, tadbirlar bo'lardi. Bu tashqaridan ko'rinishi bu biroz yaxshi. Lekin ichkarigi ahvolini ko'rib yuragim yig'ladi. Bunga befarq o'tib ketolmayman. Mana bu yerni tamoman hojatxona shakli holiga keltiribdi. Nafas olib bo'lmaydi. Shunday chiroyli joylarni shunday xaroba holiga keltiribdiki,